Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada size gacırız, Washington'da sözleyimiz. Bugünkü ıslahı vatandaş, 2022 yıl 9. ayının 4. günü. Vaziyet. 9. ay içinde Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq muavin davlat shakati Mike Pompeo Tayvanni ziyorat qiladi. Ochiq vaqti 9. ayning 28 kunlarining atrofida. Ikkinchi bo'lib, Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq muavin prezidenti Mike Pence Tayvanni ziyorat qiladi. Bu bir vaziyat. İkinci yana bir katta vaziyat, hürmetli vatandaş. Bu yıl 8. ayının 20. günü Amerika Wall Koçisi gazeti Reis Xi Jinping 9. ayının 15. günü Özbekistan'ın Samarqandga kelib, Shanghai Baş Davlat Garoyining yig'iniga qatnashganda Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishdi degan edi. Bundan buran 8. ayının 11. günü de Angliya Qo'g'dash gazeti xabar qilib, Reis Xi Jinping Saudiya Arabistonni ziyorat qiladi degan edi. Hozir tugadi. 8. ay ichining oxirgi haftasi ziyorat qiladi degan edi. 8. ay tugadi. Reis Xi Jinping Saudiya Arabistonni ziyorat qilmadi. Ziyaret, söhbət, muhakeme temisi nima bu siz bizga oshkor emas. Eng muhimi 8. ayning 20. kuni Wall ko'chisidan xabardiki, Reis Xi Jinping 9. ayning 15. kuni Samarqandni ziyorat qiladi degan xabar edi, lekin bu xabar bugun Jan Sinje, obzorchi Jan Sinjening video film xabarida Reis Xi Jinping 9. ayının 15. günü Samarqandni yoki Toshkent, O'zbekistonning Samarqand shahrini ziyorat qilmaydigan va shundaqla Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishmaydigan bo'ldi. Bunga Jan Sinje nima sabab ko'rsatdi desangiz, vatandosh dediki, peshqadam siyosiy arboblar chungodiki pinasiga chiqqanlar u bo'ladimi? Moşalar Reis Xi Jinping'nin Toshkent yoki Samarqandni ziyorat qilishi qo'shilmadi. Ikkinchisi xabarning yoki video filmning oxirida Jan Sinje dediki, vatandosh, hozir Rossiya Jungo munosabatining harorati tuvallab ketdi. Chunki Reis Xi Jinping ziyorat qiladigan va kelib ketadigan nurg'un momentlar, daqiqalar o'tib ketdi. Onun o'rniga Xalq vakillar qurultayining boshlig'i Li Jianshu Rossiyani ziyorat qilgan bo'ldi. Masalan, 9. ayning 7. kunidan 17. kunigacha 10 kun Rossiya Federatsiyasini va shundaqla Koreyani, Filippinni, enandan keyin Birmani qaysi Mushu 3 Nepalni 4 davlatni ziyorat qilgan bo'ldi. Li Jianshu. Demak, Li Jianshu Rossiyaga ziyoratga keldi va Vladivostokda Yiroq Sharq iqtisod munbiri yig'iniga qatnashdi. Deyli. Har yil echilib turgan yig'in shuning qatnashdi deyli. Asli bu yig'inga Reis Xi Jinping kelib qatnashib turadi. Hozir Reis Xi Jinping Rossiyaga ziyorat kelmaydigan bo'ldi, dedi Jan Sinje. Bu xabarni mushu mazmunni o'ziga qistirmagan bir ahvolda bugun Li Jianshuning Rossiyani ziyorat qiladiganligi Amerika ovozining Xitoy til programmasida ham berildi, vatandosh. Endi biz buni tahlil qilib boqaylik. Siz bilan biz tahlil qilaylik. Bugun ochiqroq tahlil qilamiz tasavvurimizdagi. Ochiqroq tahlil qilamiz tasavvurimizning mantaqasi bo'yicha. Yoki o'zimizning paraz qiyoslarini asos qilganda shuna qo'yaylik.
Vatandaşın kuşu narsa ayanki 2021 yılı 6. ayının 16. günü Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan janvada suhbatlashdi. 6. ayının 14. günü de Amerika Qo'shma Shtatlari CNBC televiziyasining dağınıq muxbiri Simon Efendi Moskvada Kreml sarayida Prezident Vladimir Putinni ziyorat qildi. Aldı bilan bir cümle iki cümle Tayvan doğrusu söz yutib asosliq masalaga ko'chdi. Uyg'urlar masalasini o'ttirib qo'ydi. Men shu vaqtlarda leksiyani zo'q-sho'q bilan so'zlab oldim sizlarga vatandoshlar. Puxodan chiqcha so'zlab oldim, ham shundoq tahlil qilib oldim. Vatandoshlar, 2001 yılı 6. ayının 16. günü esinglarda bo'lsin vatandoshlar. Shunaqmi? 2001 yılı 3. ayının 18. günü Alyaska yig'ini bu esinglarda bo'lsin vatandoshlar. Bilamdi ya, bu esinglarda bo'lsin. Ondan keyin ondan Amerika Qo'shma Shtatlarining Oqsaroy prezidentining davlat maslahatchisi, bexatarlik maslahatchisi Jack Sullivan Janvada Syurix shahrida Rimda, İtaliya Rimda Yangjechi bilan suhbat o'tkazdi. Alyaska yig'inida Yangjechi bilan suhbat o'tkazdi. Hem de 2022 yılıga, 22 yılıga kelgende Lüksemburg şehrida suhbat o'tkazdi. 5,5 saatlik. Mushundaq suhbatlarni qo'shganda Oqsaroy davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan Jungoning diplomati Yangjechi bilan alozal 5 qatim suhbatlashdi. 5 qatim suhbatning hammasi Uyg'uriston masalasi. Ben bunu paraz, qiyos bilan emas, sizlarga shu vaqtda kelgan bir cümle, iki cümle kechikib kelgan, avval kelgan narsaning hammasi sizlarga topshirdim vatandoshlar. Endi bu yil 6. ayının 13. günü Lüksemburg suhbati. Tushundingizmi? 7. ayının 1. günü, 17 kundan keyin Reis Xi Jinping Shangani xotirlash. Angliyadan qaytirib elib kelgan kunlarni xotirlash uchun Shanganga bordi. Bir kun qo'nmadi. Shu qaytgan paytda aeroplanga o'tirib, Urumchi, mustamlik Uyg'uristonning Urumchi shahriga tushdi. 14 kun vatandoshlar. Sizlar bo'ldik sizlarga, buni takrorlamaymiz. Endi shundaq ahvolda hozir bugun kelayli. Siz shuning savol qo'yinglar. 9. ayının 15. günü Reis Xi Jinping O'zbekiston Samarqandni ziyorat qilmoqchi edi. Nemishqa to'xtab qoldi. Peshqadamlar bu sabab emas vatandoshlar, o hargiz sabab emas. İkincisi bunun o'rniga nemishqa Li Jianshu bordigan bo'ldi Moskvaga. Men Arliqda tasarrufli bir tahlilda muhokamada shundoq degan edim. Rossiyaning Jungoda turishliq bosh elchisi xizmatidan bo'shab hozir Moskva qaytadigan bo'ldi. Xalq vakillar qurultayining boshlig'i Li Jianshu bu odamni qabul qildi, ko'rishdi dedim. Qoida bu ishi to'g'ri, bir nuqtada aytgan to'g'ri. Chunki bosh elchining xalq vakillar qurultayiga parlamentning boshlig'ini ko'rishi bu yo'lliq ish. Lekin bir diplomat bilan yüz ko'rishi aytganda Wang Yi nemish ko'rishmidi? Nemish xalq vakillar qurultayining boshlig'i Li Jianshu ko'rishdi degan edim vatandoshim. Demak, shu bosh elchi mandaq paraz qiling, har qanday davlat, cho'ng davlatlarning bosh elchisi bir davlatda turish vaqti 3 yildan oshmaydi. 3 yildan oshmaydi. Menimcha Rossiya bosh elchixonasidan Beijing turish vaqti necha yil ishlab qatnashar, uning vazifasi oxirlashdi. Li Jianshu bilan ko'rishdi, Wang Yi ko'rishgili olmadi. Chunki men sizga degan edim 7. ayning 10. kuni Balida, Indoneziyada Rossiyaning tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bilan Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yining ko'rishgan so'rinini suratli xabarni ko'ringlar deb topshirdim men sizlarga vatandoshlar. 7. ayning 10. kuni.
Shunda qiyofati ko'rishdi. Endi bosh elchi Moskva qaytdi. Li Jianshu bilan ko'rishadigan bo'ldi. Li Jianshuning bu qatim Moskvani ziyorat qilishim yo'lliq bo'ldi. Bu yerdagi yo'lliq bo'lolmayotgan bir masala nima? Rais Xi Jinping Samarqandda prezident Vladimir Putin bilan ko'rishadi. Bu yo'lliq bo'lmay qoldi-ya. To'xtab qoldi-ya bu safar. Samarqand safar to'xtab qoldi-ya vatandoshim, buning sababi nima? Ben sizge aytay. 8. ayının 31. günü Birleşken Devletler Teşkilatı Uyguristan'da kişilik hukuk ahval doğrusunda tayyorlagan dokulatni e'lon qildi. Bu hem dokulat hem bir ündeş belgisi. Ben tünügilletin sözlerimdir. Neymi dedi? Amerika Devlet Meclisi'nin Uygurlar meselesi doğrusu tirişçallığı Uygurlarını ahir halkara siyasi sahne halkara meydana elip çıktı dedim vatandaşım. Demek Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Uygurlarının kişilik hukuku doğrusunda tayyorlagan dokulatının e'lon qilinishi Amerika Devlet Meclisi'nin ve Amerika Qo'shma Shtatlar Devleti'nin qo'lida qalam desiniz qo'yilgan eng oxirgi öndeş belgisi Uyg'uriston meselesi bu iş. Tushundingizmi? Shuning uchun Rais Xi Jinpingning Samarqandni ziyorat qilishi Shanxay yig'iniga qatnashmoqchi bo'lganligining amaldan qoldirilganligi mana mushuninga munosabatlik deb tahlil qilaman. Ben boshchisiga dedim-ku, ochiqroq aytaman, ochiqroq so'zlayman bu qatim endi dedim-ku vatandoshlar. Endi Li Jianshu o ikinci bir adam. Li Jianshu 9. ayının 7. günüdün 17. günügacha 17 gün Türk devletini ziyaret kılırken bu bir saxtılık. Nima uchun saxtılık deymiz? Hazır Li Jianshuning Moskvaga berişi nayiti ciddi iş. Prezident Vladimir Putin bilan ko'rishishi, iqtisod yig'ini qatnashishi, balki eng oxirgi qatam Prezident Vladimir Putinga xizmat ishlashi, ochig'ini aytsam Uyg'uriston masalasi bo'yicha xizmat ishlab beqishi kerak edi. Şu ciddilikni pasaytish uchun bu Birmani, Koreyani, Uyani, Nepalni ziyorat qiladi degan so'z bilan Li Jianshuning Moskvaga ciddi ketayotgan safarini, ziyoratini suslashtirish, oddiylashtirish uchunla bu ziyoratni 17 kunlik ziyorat yoki Koreyani ziyorat qildi degan narsaga aylandi deylar. İkinci noktadan aytganda 17 kunlik ziyorat hozir Li Jianshuning ishimi tugadi, Wang Yining ishimi oxirlashdi. Prezident Rais Xi Jinping'e Samarqandga berişimi oxirlashdi. Demek bu yerda öndeş belgisi qo'yildi. Birleşken Devletler Teşkilatı Uyg'uristonning kishilik huquqi ahvoli to'g'risida tayyorlagan dokumentni e'lon qildi. Uyg'ur meselesi siyasi sahnada bir ciddi mesele, ciddi muamele qiladigan xalqaro mesele bo'lib o'ttirg'i chiqdi vatandoshlar. Ben bir ochiqroq aytdim, avval aytayki, bilguvchi Allah. Bilguvchi bir Allah. Bular mening qiyosim bo'lsin, farzim bo'lsin, pakta to'g'risida sizlarga shuni so'zlab berdim vatandoshlar. Onda orliqda dal shu janvada uchrashgan vaqt, yani Prezident Joe Biden bilan Rossiya Federatsiyasi Vladimir Putin janvada ko'rishgan vaqtda kelib qolgan bir parça xabar barkan tuyuqsiz uchrab qoldi. Bu karomat nerede ko'raydi? Men vatandosh torbettirdi saqlaymiz, saqlapla ishiltib qolgandiki o'chirimiz-ku. Shunda qarasam, mushu mavzu turdi. Shu vaqtda aldirashchilikda cho'ng-cho'ng voqealarga qiziqib, bu narsa kelib qopdi. Bugun mushu leksiyamga muvofiq keldi. Hozir ikkinchi qatimda buni sizlarga anglitib, endi uchinchi qatimda Mike Pence Ma'un Prezident, sobiq ma'un prezident Mike Pence'ning Tayvanni ziyorat qilish to'g'risida xabarni sizlarga yetkazamiz vatandoshlar.